Hörmətlik Şərq Türkistanlıq qarindaşlar. Şərq Türkistan xəbər agentliğinin xəbərlər proqramısı görüşlərini qızğın qarşı alırıq. Төәндә тәфсилий мәзмунларны диктанларга sunumuz. Hökumət Xitayning işğaliyyəti, müstəmləkəsi və irqi qırğınçılığa qarşı namoyishga chaqiriq qiladi. 19 noyabr kuni Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan inson qalbidan chiqqan vahshiy zulmini Amerika hukumati irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan kun. Bundan 4 yil ilgari Amerikaning yangidan saylangan prezidenti Donald Trump oldingi qatimliq prezidentlik vazifasining oxirlashadigan mezgilida Xitoyning Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq, O'zbek, Tatar qatorliq turkiy xalqlarga yurgizayotgan vahshiy zulmini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan. Shuningga ergashib Kanada, Angliya qatorliq g'arbdagi 12 davlatning parlamentlarimi Xitoyning qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilgan bo'lsa-mu, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun hech qanday amaliy harakat qo'llanilmadi. Sharq Turkistondagi Uyg'ur, Qirg'iz, Qozoq, O'zbek, Tatar qatorliq turkiy millatlar Xitoyning jazo lagerlari, turmalari, qul emgak rayonlarida insonning tinish hurkindagidek zulmlarga bardoshlik berib kelmoqda. Sharq Turkistondagi Turkiya xalqlarining kimligi, kültürü, mavjudligi yo'qotilmoqda. Sharq Turkiston surgundi hukumati izchil turda tirishchilik ko'rsatib, Xitoyning vahshiyligini to'xtatish uchun barliq amallarni qilib kelmoqda. Sharq Turkiston surgundi hukumati 19 noyabr kuni kunduz soat 1 dan 3 gacha Amerikaning poytaxti Washingtonda namoyish o'tkazib, Amerikani o'z ichiga olgan dunyodagi boshqa barliq davlat hukumatlaridan ilgirki Xitoyning Sharq Turkistondagi qilmishlarini irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb e'tirof qilishini yanada kuchaytirishini, Xitoyning Sharq Turkistonni qonunsiz ishg'ol qilib olganligini ayiblash, Sharq Turkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilish, xalqaro sudda Xitoyni jazolash, Sharq Turkistonning mustaqilligini qo'llab, kishilik huquq, erkinlikka kafolatlik qilishni talab qiladi. Dunyoning boshqa joylaridagi qarindoshlarning namoyishga ovoz qo'shishi talab qilinadi. Muhit ijtimoiy va boshqarish fondi Sharq Turkistondagi emgak lagerlariga 1 milliard 400 million dollar mablag' solgan ekan. Iqtisod vaqti xabar to'rining 24 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Ignite Asiyaning bir tadqiqotida ma'lum bo'lishicha, yer shari direktorlari boshqaradigan Muhit ijtimoiy va boshqarish fondi atalmish Shinjongdagi majburiy emgakka chetishliq 14 elektr mashinasi va quyosh energiyasi shirkatiga kam deganda 1 milliard 400 million dollar ajratgan. Mutaxassislarning aytishicha, bu rayonda faoliyat qilayotgan Xitoy va chet el shirkatlarining tekshirishining kun sayin kuchayishidan ma'lum bo'ldiki, bu tadqiqot natijasi mablag' solg'uvchilarning Xitoy ta'minlash zanjiriga qarta astoydil muomala qilmaganligini yoki mablag' yurishtirish shirkatlarining xavfini yo'ritib bergan. Umumiy sijilligi 1 milliard 100 million dollar bo'lgan bu sijil mablag'ining ko'pinchisi dunyodagi eng chong EV va energiya saqlash batareyasi ishlab chiqaruvchi zamonaviy Amperes texnikasiga selingan. Keytilning harakati yaqinqi yillardan buyon akademiklar va siyosiyonlarning diqqatini qo'zg'agan. Amerika Cumhuriyetçiler boshchiligidagi Xitoyga qarshi tanlangan komitet Keytilga munosabatlik Xitoyning majburiy emgakiga selish va kishilik huquq dafsanchiligiga munosabatlik oshkora yangi dalil isbotlarni o'tirg'a qo'ygan. Bu Angliya Sheffield Hallam Universiteti Helena Kennedy Xalqaro adliya markazi tadqiqotchilarining doklatidan keyin Keytilning 2022 yili atalmish Shinjong rayoniga kengayishining uning ta'minlash zanjiridagi majburiy emgak bilan munosabatlik bo'lishi mumkinligini o'tirg'a qo'ygan. Morningstarning sonliq ma'lumotlariga qaraganda, Yer shari muhit ijtimoiy va boshqarish fondiga aktiv so'ngan mablag' 789 million dollar, passiv mablag' bo'lsa 263 million dollar bo'lgan. Eng chong mablag' solg'uvchilar BlackRock, Nordea, 91 bo'lib, ayrim holda 148 million dollar, 93 million dollar va 86 million dollar mablag' solgan. Nordea 2 yer shari mas'uliyatchan kuchaytirilgan pay fondi va 91 yer shari muhit fondi 10 oygacha Keytilga ayrim holda 37 million dollar va 86 million dollar mablag' solgan ekan. Dunyo sayyohat tashkiloti Xitoy virusi haqida ma'lumotga erishish uchun Xitoydan aloqador sonliq ma'lumotlarni talab qilgan. NTD World xabar to'rining 30 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, dushanba kuni Dunyo sayyohat tashkiloti Xitoy virusi tarqalib, oradan 5 yil o'tgandan keyin virusning qanday boshlanganligi va tarqalganligini tadqiq qilish maqsadida Xitoydan sonliq ma'lumotlarni talab qilgan. Dunyo sayyohat tashkiloti bayonotida biz Xitoyni davomli sonliq ma'lumotlardan va ziyoratdan teng bahramon bo'lishga chaqiramiz. Shunday bo'lganda biz Xitoy virusining kelib chiqishini tushunib olamiz. Bu axloqiy va ilmiy majburiyat. Davlatlar orasidagi aniqlik, o'rtaqlashish va hamkorlik bo'lmasa, dunyo kelgusidagi yuqum va tarqalishchan kasalliklarning oldini ololmaydi va tayyorlik qila olmaydi degan.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı Xitoydagi iş beceriş o'rnining 2019 yili 12 ayning 31 kuni Wuhandagi səhiyyə organlarining shaharda virusliq o'pka yallig'i delolari to'g'risidagi axborot bayonotini qandaq olganligini so'zlab, Xitoy virusi bundan keyingi bir necha hafta, oy va yillarda bizning hayotimizni va dunyosimizni shakllantirish uchun kelgan degan. Mush ayning beshida Dünya Səhiyyə Təşkilatıning bosh direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus dunyoning keyingi tarqalishdan zukamga nisbatan yaxshi tayyorlik qilgan-qilmaganlik masalasi haqida so'zlab, agar navbatdagi yuqum hozir kelgan bo'lsa, dunyoning beshiga 5 yil ilgari koronavirusiga bardoshlik bergan chog'dagi ojizlik va yo'chiqlar kelgan bo'ladi. Dunyo yana yuqumdan ochiq saboqlarni yakunlab, kelgusidagi yuqum tarqalishdan kasalliklarga qarshi mudofaasini kuchaytirish uchun muhim tadbirlarni qo'llandi degan. 2021 yili 12 oyda Xitoy virusi keltirib chiqargan buzg'unchilikning turtkisida davlatlar tarqalishdan kasalliklarning oldini olish, tayyorlik va taqobil turish to'g'risida kelishim tuzishni qaror qilgan. Sharq Turkistondan o'lim xabari uzilmay kelmoqda. Erkin Osiyo radiosining 23 dekabr kunidagi xabariga qaraganda, Qashqar shahar 6-o'rta maktabining o'qituvchisi 50 yoshlar atrofidagi Ibrohim Davud qizining to'y ma'rakasi o'tkazishi bekitilgan kundan bir kun ilgari, ya'ni 2019 yili 18 iyul kuni Uyg'urlarga Uyg'ur tilida dars o'tishni tashabbus qilganlik uchun tutqun qilingan. İbrahim Davud ishlagan Qashqar shaharlik 6-o'rta maktabdagi bir xizmatchi İbrahim Davudning vafot bo'lganligini jazmlashtirgan, ammo tafsiliy ma'lumotlar bilan ta'minlamagan. Ma'lum bo'lishicha, Davud Xitoyning qo'sh tillik ma'rifini tanqidlagan bo'lib, 2016 yildan boshlab soqchilar tomonidan nazorat qilinib so'roqqa tortilgan ekan. Soqchilar 2024 yili 6 oktyabr kuni oilasiga kelib, vafot bo'lganligiga aloqador bir hujjatga imzo atqizgan. Jasadini oilasiga ko'rsatmay bir taraf qilgan. Oilasidagilarning mazarini ziyorat qilishiga ruxsat qilmagan. İbrahim Davud 2000 yillardan beri Xitoyning qo'sh tillik ma'rif siyosatini tanqid qilib kelgan bo'lib, Xitoycha tuzilgan darslik kitoblarni Uyg'urchaga tarjima qilib dars o'tgan. Kitobxona ochib, Uyg'ur tilidagi darslik kitoblarini sotgan. Chet el tili va universitetga tayyorlik qilish kurslarini ochgan ekan. Tariximizda unutilmas bir yil. Ojiz va mazlum bir millat o'zining milliy foyda ziyinini tunib yetib bo'lolmagan, o'yg'ansimi ko'zini echib bo'lolmagan zamonlarda arzulayotgan hurlikka, ozodlikqa erisholmay ketsinmi, ammo ularning orasida milliy manfaat nuqtasidan foyda ziyonlik nuqtalarni bilalaydiganlar bo'ladi. Yoki ular ma'lum bir guruh sifatida shu nuqtalarni o'z xalqiga oz vaqtda bo'lsa-mu tushunib olish fursatini sunadi. Mana shundaq zamonlarni shu millatning tarixidagi buyuk bir g'animat desa bo'ladi. Gerçi boshqa jihatlarda xalqimizga ancha cho'ng xizmat qila olmagan bo'lsak-mu, lekin bu nuqtada oz bo'lmagan xizmatlarni sundik. Xalqimiz toki bugunga qadar nodonlik va g'aflat ichida yotganlikdan o'z vatanini, o'z millatini unutgan, milliy manfaat degan narsaning nimaligini bilmagan, har kim har yo'lga boshlasa foyda ziyonni dangsmayla agishib ketaveradigan bir ahvolda edi. Bo'libmi millatimiz uchun eng foydali bo'lgan milliy ruhdan xalqimiz bexabar edi. Biz o'tgan 1-2 yil ichida o'z millatini tanimay kelgan xalqimizga sening millating turk, sen dunyoda tirik turayotgan turk xalqining bir parchasi deganni bildirdik. Vatanini bilmay kelgan xalqimizga sening vataning Sharq Turkiston, sen yashagan joy O'rta Osiyodagi butkul turk olamining bir parchasi degan bilimni berdik. Biz mushundaq yaratilgan, boshqalar hokim millat, biz bo'lsak mahkum millatmiz deb kelgan xalqimizga, yo'q, sen yaratilishingda mahkum bo'lib yaratilmagan eding. Ota-bovang dunyoni titirtib o'tgan edi. Bugungi mahkumliqing jaholatda qolganliging tufayli bo'lyotdi degan ta'sirini berdik. Buning sirtida umumiga xulosa tariqida xalqimizning birdan-bir yo'li millatchilikda. Xalqimizni ozod qiladigan kuch millatchilikda. Xalqimizni dunyoda bir millat qilib yashatalaydigan kuch millatchilikdir degan ta'limotni o'rgatdik. Gazetimizning shuari shundaqla xalqimizning shuari bo'lib qolsin uchun irqimiz turkdir, yurtimiz Turkistondir, millatimiz turkdir, biz xalqchimiz, biz millatchimiz, biz insoniyatchimiz degan buyuk shuarni o'ttirg'a tashladik. Bu tushuncha va bu shuar o'lkamizning butkul burjaklariga qadar tarqaldi. Xalqimizning yuragiga ching o'rnadi. Biz bugun ojizligimiz, ixtisossizligimizga qaramay, yana kelib bir qancha tarafdan muhitning qistishiga qaramay, butkul kuchimizni mushu yo'lga sarf qilyapmiz.
Biz bu 2 yil ichida nihoyatmi cho'ng nupus qozondik. Kelgusi istiqbolimiz uchun zo'r kapolatga erishdik. Bizni himoya qilg'uvchilar, bu yo'lni to'g'ri topquchilar borgancha ko'paydi. Bundan keyin har qanday bo'hron yuz berishidan qat'iy nazar, xalq uningga teng kelolmagan taqdirdami aldirab undaq bo'hronlarga berilib ketmaydi. Xalqimiz hozir yuragida o'zining tutgan yo'lini muhofazat qila oladigan, yaxshi ishni yaxshi deb biladigan, yomon ishni yomon deb sezib oladigan bir saviyaga yetib qoldi. 300 yildan buyon bu qadar bir ong'a, bilimga ega bo'lolmay kelgan xalqimiz uchun bu utuq odatdagi utuq emas. Shuning uchun bu utuq va bu shuhratga ega bo'lgan millatchilar guruhi yanama ilhom elib, xizmatga texmo g'ayrat bilan kirishkusi. Burun yolg'izlik tortgan bo'lsa, bundan keyingi qadamda mushu 2 yil ichida qo'lga keltirgan nupuziga tayinib, xalqqa texim ko'p bilim berishga nail bo'lg'usi. Shu sababdan o'tgan bu 1 yilni biz uchun utuqliq 1 yil deb hisoblaymiz. Hamda bu utuq va sharaf uchun bu yangi yilni hammadan ortiq xursandlik ichida qarshi olamiz. Manba Erkisti 232 son. 1949 yılı 1 yanvar. Uyg'urchaga ag'dirg'uchi Burhan Muhammad. Bizga vaqt ayırganlar uchun ko'p rahmat. Kelar qatim programmamizda ko'rishguncha Allohga omonat bo'lg'aysizlar.